Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Mana bugun biz Bayot tumani axborot kutubxona markazi sizlarga eng faol kitobxonimiz bilan tanishtiramiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mening ismim Ulug'bek Bajayrona va men bu kutubxonaga 2024-yildan buyon a'zoman. Juda yaxshi, 2 yildan beri bizni kutubxonamizga a'zo ekansiz. Demak, shu yil davomida qanaqangi adabiyotlarni o'qidingiz? O'zim eng sevib o'qigan Tohir Malikning Alvido bolalik asarini tavsiya qila olaman. Yozuvchi Tohir Malik ushbu asarda birgina oila misolida bolalarni tarbiyalash borasida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar qanday og'ir oqibatlarga olib kelishini o'ziga xos tarzda ochib bergan. Asarda hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmasligi, uni atrof muhit, jamiyatdagi turli illatlar jinoyatchiga aylantirishi aks ettirilgan. Shuningdek, ushbu asar mening sevimli adabiyotlarim ro'yxatiga kirgani uchun buni tengdoshlarimga, ya'ni yosh kitobxonlarga hammaga tavsiya qilib qolaman. Rahmat, Jayronaxon. Keyin kutubxonaga obuna bo'lgansiz, kelib ancha kitoblarni mutolaa qilgansiz. Kutubxonada yana qanaqangi adabiyotlar bo'lishini xohlardingiz? Kutubxonada diplomatiya va yurist sohasiga oid adabiyotlarni, ya'ni huquqiy adabiyotlarni, sohaga oid adabiyotlarni ko'rishni istar edim. Albatta bor bu yoqda juda ham ko'p, ammo yangi adabiyotlar albatta yosh kitobxonlarni, yangi kutubxonlarni o'ziga albatta jalb etadi. Hurmatli kitobxonlar, biz ham sizlarni kutubxonamizga mana shunday adabiyotlarni mutolaa qilish uchun hammangizni taklif etamiz. Marhamat.